Ada kapuru yandan çarklı, bayraklardan almış cafcaflı. Simitçi, kahveci, gazozcu. Hey! Şiralayda yavrum, şira şiralay. Şiralayda şiralay, hoppa şiralay. 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 Estirir, diyalar estirir. Seni sevindirir, beni gösterir. Estirir, dağdeyle estirir. Seni sevindirir, beni gösterir. Göz kamerada kimler oturur? Hey, şiralayda yavrum, şira şiralay. Şiralayda şiralay, hoppa şiralay. Şiralayda yavrum, şira şiralay. Şiralayda şiralay, hoppa şiralay. Müslümanın Yahudisi vurur. İsparcusu ihtiyacı veremi. Müslümanı Yahudisi vurur. İsparcusu ihtiyacı veremi. Kiminin saçı uçar, kiminin eteği. Hey! Şiralayda yavrum, şira şiralay. Şiralayda şiralay, hoppa şiralay. 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 Estirir, dayalı yeri estirir. Seni sevindirir, beni gösterir. Estirir, dağdeyle estirir. Seni sevindirir, beni gösterir. Lüküs kamerada kimler oturur? Sen şiralayda yavrum, şira şiralay. Şiralayda şiralay, hoppa şiralay. 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 Şiralayda yavrum, şira şiralay. Şiralayda yavrum, şira şiralay. Şiralayda şiralay, hoppa şiralay. Şiralay. Rahmat! Молодцы. Jahongir, Guljaxon olqishlab qo'yamiz. Katta rahmat sizlarga. Kelinglar. Biz esa yo'q, Shohruxxonga yuzlanmaymiz. Chunki boya aytdilar, men hali hayajondaman, mendan oxirgi bo'lib so'radim. Shuning uchun Anvar Jo'rayev, marhamat. Kostyumlar juda ham ajoyib. Shohrux ekan uyidan. Ha, shu har nomerdan nomerga kostyumlar yaxshilanib juda murakkablashib boryapti. Juda ham zo'r ijro. Menga juda yoqdi. Endi Shoh endi kimni tanlaydi endi bilmayman. Juda ham bu ikkalovligi ham Shunga sizlardan yordam so'rayman. juda ham professional, juda ham xarizma bir jo'shqinlab uryapti xarizma. Shunga ishora berib keting. Endi keyin men Yordam berib. bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Shu kimni komandasi bo'lmasa ham shu biza bir xil hayajonlanib, yuragimiz og'rib, perejovat qilib. Shuning uchun o'zingiz hal qiling demoqchimisiz hozir? Hozir siz aytdingiz, Mirshakar, bo'ldi siz endi dam olsangiz bo'ladi dedingiz. Shu biza dam ola olmayapmiz. Hech qanaqa dam olish. Chunki bunaqa talantlarni, bunaqa bolalarni, bunaqa iste'dodlarni yuragimiz og'riydi обязательно. Men ishonmayman. Necha marta yuragim og'ridi dedingiz, hech kimni ham qutqarib olganingiz yo'q. Imkoniyat bor edi. Anvar Jo'rayev, olqishlab qo'yamiz. Katta rahmat sizga. Farruh Karimov, marhamat. Nima deydi, butun jahon konsert dasturlarini bezaga bo'ladigan bir chiroyli nomer bo'libdi. Ijro yuqori darajada bir faiz, sahlaviy faiz. Endi kostyumlarni hozir gapirish hojati yo'q. Kostyumlar dahshat. Ehtimoli Gollywooddan oladi. Farruh Karimov, bitta iltimos, men so'rasam tortinib turman, yoshingiz katta, o'zingiz so'rab beringchi.
Shohruxxonga qizlarni kostyumi uyda nima uchun kerak? Hamma kostyum uyimdan debdilar, bunisi ham uyingizdan. Menga ham shu savolni ko'p berishardi. Mana foydasi bo'ldi-yu. Kerak bo'ldi-ku mana endi. yoki boshqa bir yaxshi gap bor. Har ehtimolga qarshi o'zingiz giylatdingiz, men seni qoldirardim. Oo! Ben seni qoldirardim. Katta rahmat sizga Farruh Karimov, olqishlab qo'yamiz. Sizni tabriklaymiz, lekin bu hali g'alaba emas. To'xtab turing endi. Yo'q, hali g'alaba emas deyapmiz. Sizni ham tabriklaymiz, chunki bu g'alaba emas. Nasiba Abdullayeva, marhamat. Boya Anvar xarizma degan so'zni ishlatdilar. Ijodkor uchun, san'atkor uchun xarizma juda ham kerak narsa. Eng asosiylar. Ha. Tomoshabinning ko'ngliga kirib borish uchun ham o'sha xarizma juda kerak, aktyor bo'lsa ham juda kerak. Men haqiqatan xarizmani mana Jahongirda ko'rdim. Sahnada o'zlarini nihoyatda erkin his qildilar. Faqat xuddi nimada zalda hech kim yo'q, faqat o'zlari uchun maza qilib aytayotgandek chiqdilar sahnaga. Lekin qizimizni yuqori notalari judayam ishonchlik, Ana shundan bemalollik bilan bosiladigan yuqori notalar bor ekan. Yuqoriga chiqish mumkin, lekin o'sha notada o'ziga ishonch bilan mustahkam turish hammaga ham emas. Lekin men ishora qilmayman, Shohruxxonni o'zlariga qo'yib beraman. Iltimos. O'zingiz qiynaling deb. Bittasi Ishora qilib bering. Mana bittasi xarizmani qiroli dedim, bittasi yuqori notani qirolichasi dedim. Endi qirolnimi, qirolichani tanlaysiz. Bag'am o'zingizga bog'liq. Katta rahmat sizga. Nasiba Abdullayeva olqishlab qo'yamiz. Va Shohruxxon jamoa ustozi. O'sha maqsadimizga erishdik deb o'ylayman. Guljaxonning ovozlari haqiqatan judayam hammamiz bilamiz, professional darajada. Bu yog'i nima bo'lar ekan degan savol bilan Jahongirga yo'l ochib bersak. Rahmat, bemalol. Demak, Jahongir, biz sizni tabriklaymiz. Siz ovozda ishtirokingizni davom etishingiz mumkin. Keyingi bosqichga bu yoqdan chiqadi, bu yoqdan. Ertalab ko'rishdik-ku. Assalomu alaykum. Yaxshi. Hammani vaqtini olib ko'rish kerak bu bola. Omad tilayman, sog' bo'ling. Guljaxon kelgan endi siz eshitdingiz. Boyatdan biri shunaqa bo'lyapti. Kim yaxshi aytsa, kim zo'r chiqsa, o'sha siz yo'lingizni topasiz, qolganlarga yordam beramiz deyishyapti. Lekin men har safar eslatyapman. Kimda kim qutqarib qolmoqchi bo'lsa, imkoniyat bor sizlarda. Shunchaki tugmachani bosish kerak bo'ldi. To Guljaxon so'zlarini yakuniga yetkazgunlariga qadar men ataylab cho'zyapman hozir. Imkoniyat ko'proq bo'lsin deb. Marhamat. Avvalambor hammanglarga juda kattakon rahmat, iliq fikringlar uchun. Hammasi yaxshi, Xudo xolisa hammasi oldinda. Eng asosiysi meni oilamga juda ham kattakon rahmat aytmoqchiman. Shu paytgacha meni har doim qo'llab-quvvatlab kelishgan. Hammaga rahmat. Katta rahmat sizga ham, salomat bo'ling. Va ko'rib turganingizdek, ustozlarning hammalarida qizil rangda chiroqlar yonib turibdi. Bu deganiki, biz shunchaki qarama-qarshilik bosqichida davom etamiz. Sog' bo'ling, omad tilaymiz. Qiyin holatlarga bizlarni qiynayapsizlar sizlar. Biz shunga yig'ilganmiz. Vazifalari shunaqa. Kerosinchik.